Damaschilar. Sovuq kunlar keldi. Yozi bilan qiynaldinglar. Qishda maza qilinglar. Yechimini qilib qo'ydim. Ertalab zavod qilamiz. Ozgina vaqtdan keyin оборот ko'tariladi, lekin suv dachi ko'tarilmaydi. Buni yechimini qilganmiz. Bu nimadan bo'ladi? Asosan termostatdan bo'ladi. Termostatga bilasizlar, ko'pchilik garantiya bermaydi. Biz sizga aynan garantiyali mahsulotni olib kelib qo'yganmiz. Karvil kompaniyasidan, Luzar brendiga tegishli termostat olib keltirganmiz. Va shu bilan birgalikda sistemangiz zo'r, toza bo'lsa, sizga hattoki Karvil kompaniyasidan antifrizlari ham bor. Bu zavod tomonidan 150 ming prebegga garantiya bergan shu antifriz. Xohlasangiz litroviy, xohlasangiz bochkadan qo'yib beraman. 200 ming so'm zapchast evaziga sistemangiz top-toza bo'ladi va uzoq vaqt suddachingizni ko'tarilishini kutib o'tirmaysiz. Damaschi akalarim, oling, keling deb o'tirmayman. O'zligi bilishadi-yu. Kelinglar, foydalaninglar. Damaschi akalarimizga tegishli. Aytgancha, sizlar aktivsizlar-yu, Damaschilar. Yurishini qizartirib qo'ying.